ota-onasi bilan gaplashishdan ko'ra jim yurishni afzal ko'radi bir xil bolalar. E'tibor berganmisiz? Ayrim oilalarda ota-ona va farzand o'rtasida muloqot ko'prigi yo'q. O'ylaysizki, bu o'z-o'zidan bo'lib qolganmi? Yo'q. Bolajon kichkinaligidan, bolaligidan ota-onaga ko'p murojaat qilgan, ammo har gal javobsiz yoki e'tiborsiz qolgan uning murojaati. Ayniqsa biz ayollar uy ishlariga vaqtimizni qizg'anamiz va borib tur, keyinroq degan jumlalarni ko'p ishlatamiz. Vaholanki, bu yumushlar hech qachon tugamaydi. Farzandlaringiz sizdan kelib nimanidir so'rayaptimi yoki muloqot bog'lash uchun haligi asabimga tegma degan jarayonlar bo'layaptimi? Bunga biroz sabrli bo'ling va go'zal javob bering, tushuntirishlar bering. Chunki bolajonlarimiz abadiy bola bo'lib qolishmaydi. Ular ulg'ayishadi va ne afsuski, mana shunday itarishlar keyin butkul muloqot zanjirini uzadi va bolalarimiz biz bilan gaplashmay qo'yadi, o'z qobig'iga o'ralib qoladi va bu og'riqliroq. Chunki bola ota-onani nigohi bilan, ota-onaning yordamida dunyoni o'rganadi. Muloqot esa juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun e'tiborliroq bo'lasiz degan umiddaman va sizda qanday bu jarayon? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Fikr alishamiz. Keyingi rilslar uchun mavzular bo'ladi.